Dasturimizda IT va kiberxavfsizlik mavzusi bilamizki, global tarmoq masshtabi kengaygan sari ushbu yo'nalishlarga talab ham ortib bormoqda. Shu bois kiberxavfsizlik bo'yicha alohida mutaxassis kadrlar tayyorlash ham muhim hisoblanadi. Ayni maqsadda mamlakatimizda ilk bor mazkur sohada universitet tashkil etilib, faoliyat boshladi. Yaxshi yangilik, O'zbekistonda ilk bor kiberxavfsizlik mutaxassislarini tayyorlaydigan universitet. Prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan Cyber University'da talabalar 6 ta yo'nalishda tahsil oladi. O'quv jarayonlari to'liq ingliz tilida olib boriladi. Prezidentimiz tomonidan shuncha e'tibor bilan alohida mana Nurafshonda hamma sharoit yaratilgan bitta katta kampus yaratildi. Katta o'quv korpuslari, ichida zamonaviy laboratoriyalar bilan juda katta baland yotoqxona, hamma sharoitlar yaratilgan. Alohida e'tibor beryaptilar. Eng zamonaviy ta'lim bo'lishi kerak, eng zamonaviy bilim bo'lishi kerak. Bitiruvchilar sharoitlar juda yaxshi bo'lishi kerak. Bizning bolalarimizda talantlar juda ko'p. Shularga biz sharoit yaratishimiz kerakki, ular shuning iqtidorini namoyon etsin. Shu kiberxavfsizlikni ta'minlashda katta hissasini qo'shsin. Ayni kunlarda universitetda maktab bitiruvchilari uchun ochiq eshiklar kuni tashkil qilinib, ularga ta'lim jarayonlari haqida ma'lumotlar berilmoqda. Bizga juda ham yoqdi. Hozir o'qishdagi bolalar bilan kelganmiz, ko'rdik. Nasib o'qish niyat bor. Kiberxavfsizlik yo'nalishiga qiziqdik, chunki davlat kiberxavfsizligi, bu yerda sun'iy intellektlar bilan, ya'ni laboratoriyalar bor ekan, alohida bu yerda o'qitiladi va o'zlari aytganlaridek o'qishdan tashqari kurslari, ya'ni laboratoriyada ilmiy ishlar qilsa bo'lar ekan. Hop, shu taraflama bizga ham juda ham ma'qul keldi. Ya'ni bizga qiziqqan yo'nalishimiz bo'lgani uchun o'qish tugagandan keyin, ya'ni o'zimizni ish bilan ta'minlaymiz. Bu juda ham katta plyus, chunki bu yerni bitirgandan keyin hech kim ish qidirib yurmaydi. Shuningdek, o'quvchilar innovatsion o'quv laboratoriya xonalari bilan tanishtirilib, kiberxavfsizlik yo'nalishidagi yuqori malakali mutaxassislar tomonidan mahorat darslari tashkil etildi. Bu soha xakerlik emas, xakerlikda qiziqish hammada baland bo'lgani uchun bu yo'nalish va bu universitet hamma uchun qiziq. Ayniqsa amaliy laboratoriyalar bo'lgani uchun. Kiberxavfsizlikda avvallari fakultetlarda odatda menimcha nazariy tushuncha, faqat umuman kiberxavfsizlikka kirish va bazaviy bilimlar o'rgatilardi, lekin hozirda o'zimizni ko'rib, buzib laboratoriyalarda o'zimizni ishlatib ko'rishimiz mumkin bo'ladi kiberxavfsizlik. Bu laboratoriyada tizimlarni ketma-ketlikda zaifliklarni aniqlab, ularni zaifliklarini topib, ularni o'zimizning tilimizda aytganda ekspluatatsiya qilish jarayoni bo'ladi va bularni barchasi amaliy, talabalar kelib istalgan vaqt kompyuterlardan foydalanib qatnashib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Xo'sh, universitetga qabul jarayonlari qanday tartibda bo'ladi? Davlat universiteti bu hisoblanadi va bunga qabul jarayonlari Bilim va malakalarni baholash agentligi tomonidan o'tkaziladi. Kiberxavfsizlik injiniringi, kompyuter injiniringi va dasturiy injiniring yo'nalishlariga va undan tashqari, demak, yurisprudensiya yo'nalishimiz va hamda menejment va iqtisodiyot yo'nalishlarimiz bor. Prezident qarori asosida joriy o'quv yili uchun ajratilgan 100 ta davlat granti ta'lim yo'nalishlarida taqsimlangan. Bundan tashqari, to'lov shartnoma asosida yana 700 nafar talabani qabul qilishni rejalashtirganmiz. Mana bundan yana 200 nafarini biz maqsadli tanlov asosida, ya'ni bu qanaqa tanlov bo'ladi, shu soha tashkilotlari buyurtmasi asosida biz ularning xodimlari yoki ularning farzandlarini o'qitib beramiz. Ta'kidlash kerakki, universitet tashkil qilinganiga hali ko'p bo'lmagan bo'lsa-da, dunyoning bir nechta nufuzli universitetlari bilan hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'ydi. Mana shu 3 oygina tashkil qilingan universitet bo'lsa ham, lekin prezidentimiz shaxsan o'zlarini qo'llab-quvvatlashlari bilan biz hozir dunyoni juda kuchli universitetlar bilan muzokaralar olib borib, aloqalar o'rnatildi. Xitoyda misol uchun kiberxavfsizlik bo'yicha nomer 1 Sinjan universiteti bor, AQShning John Hopkins bor, Washington universiteti degan bor, Stanford degan mashhur universitetlar bor. Ularga mana shu prezidentimiz shaxsan o'zlari e'tibor berishlari, bizda qanaqa bir katta potensial bor, hamkorlik uchun bir kelajakda imkoniyatlar borligini ko'rsatsak, ularning hammasida juda katta qiziqish bo'layapti. Bizni talabalarimizni o'qitishni, ularni standartlarini, o'quv dasturlarini, darsliklarini o'qituvchi professorlar yordamidan tashkil qilinadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bizni o'qituvchilarimiz darajasini oshirib, ular bizga trening va o'qitishdan tashkil qilib berishadi. Uchinchisi, ular birgalikda qo'shma laboratoriya, qo'shma ilmiy tadqiqotlar olib borib, qo'shma patentlar bor. Shular bilan kelishildi. Tobora raqamli tahdidlar oshgan bir paytda ulardan himoya qila oladigan mutaxassislar har qachongidan ham muhim. Endi universitetda ana shunday professional kadrlar yetishib chiqadi.